O'zbekiston Urugvay bilan o'yin uchun 1 million pul to'laydimi? Siz obuna bo'lib qo'ying, tushuntiraman. Bilasiz, 13-oktyabr kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Urugvay bilan o'rtoqlik uchrashuvini Malayziyada o'tkazadi. Terma jamoalarning darajasidan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa paytda biznikilar urugvayliklarga yaxshigina pul to'lashi mumkin. Masalan, 2019-yil Marokash Argentina uchrashuvida marokashliklar Argentina terma jamoasiga 1 million dollar pul to'lash kerak edi. Lekin shartnomada Messi mana shu uchrashuvda 60 daqiqa o'ynash kerak degan band ham bor edi. Biroq Messi o'yinni oldin jarohat oladi va maydonga tusha olmaydi. Shuning uchun marokashliklar shartnoma bandida keltirilgandek Argentinaga 500 ming dollar pul to'laydi. Umuman olganda dunyo bo'yicha Ispaniya, Argentina, Braziliya va Germaniya bilan o'ynash juda ham qimmat turar ekan. Ular bilan o'rtoqlik o'yinini o'tkazish 2 million dollardan boshlanar ekan. Bunda albatta juda ham ko'p narsalar inobatga olinadi. Qaysi futbolchilar maydonga tushishi, o'yin qaysi hududda o'tkazilishi va chiptalar, translyatsiya, reklamalardan tushadigan pullar barchasi hisob-kitob qilinib, oxir-oqibat shartnoma tuziladi. Urugvay bilan bo'ladigan o'yinga esa biznikilar bu terma jamoaga pul to'lamasa kerak, chunki ko'rdik Urugvay terma jamoasining tarkibida birorta ham yulduz yoki mashhur futbolchining o'zi yo'q. Ular asosan yosh futbolchilar bilan Malayziyaga yetib borishgan. Bularning barchasi esa oldinroq shartnomada katta ehtimol bilan menimcha ko'rsatib o'tilgan. Sizning bu borada fikringiz qanday? Buni izohlarda yozib qoldiring.